Assalomu alaykum hammaga. Bugun xudo xolasi 3-vlogim bo'ladi, adashmasam Malayziyada. Bugun kechqurun ikkita mashina oldik, короче. Ertaga beachga boramiz bolalar bilan. Ikkita mashina ko'rib qo'yishinglar mumkin. Bombastik, короче. Bu birinchi mashina, qimmatroq, mana bu. Vayos, bu arzonroq. Ozgina. Shofyorimiz. Mana bu Proton XL. Bu qimmatroq. Depavali bo'lyapti bu yoqda, Temboli. Xudo xolasa, cho'tkaylarni kelamiz akalar. Yangi kelgan O'zbekistonda yangi kelgan 10 ta odamni aylantiramiz. Aylantirib kelamiz. Uchinchisini? Davay. Uchinchisini hal qilish bugun iloji yo'qmi? Xamat so'rayapti. Nima qilishdi? Qayda? Короче, 3-mashinani ham olmoqchimiz. Jinnili o'tdi. Bilet. Qana qo'ylar ekan. Da. Короче, bo'ldi. Mana yopildimi qaroring bitta? Короче, bo'ldi mana. Hammasi hal. Xudo xolasa ertaga ko'rishamiz. Nazarda. Короче, bugun qayerga? Kuantaga ketyapmiz. Birinchi lokatsiyamiz, lekin keyin bering. Endi jigarimni o'tib olib qo'yda. Shofyor. Smash. Orqamizda ham bitta mashina kelyapti, короче. Lokatsiya bomba joy. Shofyor tezroq haydasa bo'ldi, eng qizig'i. O'tmanglar. Hammasi nazoratim ostida, pulli yo'lga kelyapti. Easy. Tamam. Hammasi bitta videoda. Twin Towers, TRX и naryoqda bittasi bilan. Bu yoqda o'sha sekin tog'. And Twin Towers. Yo'llar vashshe bombastik. Biz Gentingga ketyapmiz hozir. O'sha sekin tumanlar boshlangan. Genting tepalikdan tog'ga chiqamiz hozir. Genting polni tuman va shu cho'tki manzarasi bor, lekin aylanishga zo'r joylari yo'q. Manzara zo'r. O'zingiz ko'rishingiz. Manzara uchun ketyapmiz. Da, manzara uchun, rasmga tushish uchun. Короче, Gentingga keldik. O'sha sessiyalar bo'ladi. Polni hamma joy tuman. Yo'llar vashshi cho'tki. Ben bu manzarani kelib ko'rishga arziydigan manzaralar. Nima deysiz? Cho'tkimi? Yana bir bor, xudo xolasa Gentingga ham ozgina qoldi. Biz bir bolani kuturimiz, orqada qolib ketishgan. Bu yoqda o'sha Gentingga chiqishda qanaqadir qaytdingiz keladi odamni, shunga ozgina kuturimiz. Yamoqlik bitta manzarani ko'rishsiz, manzara bombastik. Keling, jigarni intervyu olamiz. Jigarni intervyu Shofyorimiz. 2 soat qilganman, 10 soatda yo'lga ketyapman. Shuni o'ylayman endi, vaziyatni. Xudo xolasa, inshaalloh 4-vlogimiz Lankaviga bo'lsa, shak shubha yo'q. To'g'rimi? Qaytgan bor, kiyimlarni o'zgartirib olib, tayyormiz. Moshni kayfiyatlar bombastik. Yorib olamiz bugun. Aylanish yorib olamiz. Bugun Behruz jigarim bilan aylanamiz. Bir soat kutdik. Mana driver bilet. Tez haydaydi-yu, aqli yo'q-da, bilet. Tez haydashga bor lekin. Gapiring jigarim. Akalar 10 kilometr orqaga olib ketaylik, to'g'rimi? Gapiring. Roz biza Palestina aylanib o'tdik-da.
Halis borgan yo'lda. Qaraychi, yana ikkinchi mashina. Zo'r. Yiqilib ketdimmi? Oyoqda tura olmayman men bu yerda. Yerlar aka shu. Aslan bir qisib qo'ydi. Bu Chinese'larning joyi, shu yerga keldik. Genting deb bu. O'zi asosan shu yerga kelmoqchi edik. Shu yerga ko'rib ketamiz. Steamlarni qaranglar. O'rin hamma joy. Bluetooth yopibdi. Bolalar naryoqda, biz nariga joylashdik. Bu yoqda ham bolalar kelyapti. Manzara bombastik. Asti bu yoqda kazino borligi, bu yoqda короче kazino borligi uchun Chinese'lar, короче ko'p boylar keladi, shunga ko'p turistlar ham keladi bu yerga. Asosan kazinoga kelishadi. Rachkalarni joylashibdi o'zi. Mana hamma narsani ustiga chiqamiz hozir. Короче mana shunaqa manzara. Bilganingiz necha etaga chiqdik. Bolalar oqib qoldi o'sha. Hamma tushyapti. Hamma oqib qolgan. Yana 2-3 etaj bor. Manzarani qaranglar. Hech narsa ko'rinmaydi, bulut. Balaqomida tepadan ko'rib. Hech narsa ko'rinmaydi. Hech narsa ko'rinmaydi. Hamma joy bulut. Mana pastda даже narsalar bor, lekin ular ham ko'rinmayapti. Mana hech chiqdik-ku. Qani. Yana kim bor? Qolganlar chiqmasin. Attiroq. 75. O'zbekistonda o'g'loni. Come to Malaysia. Voy billa. Qama hayron. Qaraychi, men bilan nima qilyapti bilingmi? Pul tashyaptimi? Yo'qyapti. Jinnalik qilyapti. Mana. Opa. Qaraychi, ketyapmiz. Qayoqga? Gentingga. Billa yashirib qo'ygan narsani yeyapti endi. Hop. Qaraychi, bichga ketyapmiz. Tarqaldik. Davay, go. Qayoqdamiz endi? Qayoqdamiz, bolalar? Gapiringlar. Mana endi bugun gey bor. Cho'tam. O'qimasam gapirmayman. Qaraychi, keldik. To'lan qarasanglar bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi cho'tki. Xudo xolasa, yana bir 190 kilometr bor lokatsiyaga. Xudo xolasa 190 kilometr yurishimiz kerak. Bitta kelinglar, nima bo'lyapti? Nima muammo? Muammo yo'q, hammasi zo'r. Kolodka ketgan, o'lib ketamiz. Ya astag'firullah, tavba qildim. Qaraychi, cho'tki hammasi. Umar! Nima gap? Mana Shopir hammasi yaxshi bo'ladimi? Qo'rqmanglar. Hammasi nazoratim ostida. Harakat qilyapmiz. Spokojno. Nima kerak? Nima olyapsizlar? Bachalar rasmga tushyapti ekan-ku, bachalar. Mana. Ovoz to'xtadi. Skifer! Yana kim edi? Bu. Bax. Qaraychi, fotolarni qaranglar. Ketdik qaraychi. Cho'tam jigarim. Qaraychi, qayoq bu endi? Cho'tki joyda. Manzarani qaranglar. Qarang. Motor olganmiz, choppa bo'lsa chiqib ketamiz. Ham yomon ekan. Oo. Bulutlarni qaranglar. Qaraychi, oxirgi kunlarimizda zapravka qilyapmiz. Counter 3.
Oxirgi pulpa ham. Hech kimda pul qolmagan. Böyle kardeş. Motolarını qaraydi. Короче, yana xudo xolasa 1 soatlik yo'l qoldi adashmasam. Mana bolalar o'sha boshladi. Qalli. Qancha bo'lar ekan endi bu? Короче, bolalar bizdan 20 kilometr o'tib ketgan. 200. 200. 20 kilometr o'tib ketgan. Mana biz 200 da bosyapmiz. Hozir bilmayman necha minut yetib olamiz. Yetib olgandan keyin ham bo'ladi. Вот это поворот. Короче, keldik biza. Hozir parking qildik mashinani orqaga. Prachka bilan ketyapmiz. Bitta aylanib chiqdik mashinada, shu chiroyli ko'rinyapti. Endi xudo xolasa hozir borib ko'ramiz-da. Çok chemo deydi. To'g'rimi? Bunaqa vashshe yorug'. Quyosh. Voleybol o'ynaydigan joyi bor ekan. Cho'milamiz, koptoy bor. Ovqat qilamiz xudo xolasa. Vashshe zo'r bo'ladi menimcha. Brachka. Har doimgidek yonimda. Yengil ko'rib qo'yaverasizlar. Mana bu yoqdan tushamiz ketdi. Mana bolalar. Malayziyaga shu uchun kelish kerak. To'g'rimi? Tavsiyalar. Tavsiya ustalik. Bu joyda bo'ladimi? Mana. Ko'ksa bo'ladi? Voleybol o'ynaymiz. Ko'ksa bo'ladimi? Yo'q. Voleybol o'ynaymiz. Qo'lni cho'milamiz. Umrimda birinchi marta deydi, o'shanaqa narsa. Hamma shu yoqda. Olayman, video olayman, Instagram. Da. Tushinglar, shundoq tushinglar. Men tushib ketdim. Bella. Biz sirpanib ketmaylar atak. Короче, mana. Ver. Kelmanglar. Kam. Hamma shu yoqda past. Olam shu yoqda ism yozyapti. Hamma shu yoqda bitta gapirtiramiz. Cho'tam. Qanday? Juda. Shoh. Qanday? Alhamdulillah, hammasi. Bilyapti. Voy, unaqa emas. Qanday? Chekki. Bizdes. Ha, mana. Buyuk shaxslardan biri. 5
5 ta odamni qayerda saqlab keldim. Tormoz ishlamaydigan mashinada. Men 300 kilometr. Gap yo'q. Sizga gap yo'q. Qanday? Такой ваш. Naryoqda bitta bola cho'milayapti. Короче, mana 4 yil mumkin. Yo'q. 4 yil mumkin. Вообще bombastik. Mana qaraydi. Вообще keladi hozir. Bitta yig'ilib вообще keladi, qarab ko'ring. Mana. Naryoqda bolalar voleybol o'ynayapti. Bosam. Shuncha odam yurmagan joyda biz yuribmiz, qoyil. Mushuklarni qaranglar. Voy, mushuklarni. Chiroyliligini qaranglar. Ham o'yish ko'rinmayapti. Короче, mana bu yoqda suv bo'g'iydi bor, вообще suv ko'payibdi. Kechqurun. Ha? Вообще, uy. Suv simboli muzdi. O'zgacha baxsh beryapti. Mazza bor. Короче, mana shu yoqda kemalar bor. Kemalar bor ekan. O'zi biz sekin ovqat tashkillashtirib ovqat qilishimiz kerak. Qorin вообще ochlar ekan. Hatto cho'tki hammasi zo'r, logika. Nomini yozib qo'yaman. Agar Malayziya aylangani kelsanglar, kelishinglarni tavsiya beraman. Короче, bu ko'chasi ekan. Mana shunaqa ko'chasi. Nureddin. Maşallah. Maşallah, tabarakallah. En qizig'i bor, bu yoqda McDonald's ham bor, KFC ham bor, hamma joy bor, ha. Zo'r, ha? Eli ham bor. Da. Hammasi bor. Nima xohlasanglar kelaverasizlar. Malayziyada любой narsa bor. Hindda ham bor dash. Shu bozorchasi ishqirt narsalar sotadi. Biz sentriga ketyapmiz hozir. Beachdan chiqib. Kak Tailandda bu. Adashmasam shunaqa Tailandda ham. Men borib ko'rish kerak. Shunaqa joylar. Parkovka pulni. Bu yoq tekin shunga ashyo ko'p. Pulli parkovkalarda mashina kam ekan. Biz ham u to'g'riga qo'yganmiz. Har xil mashina, har xil motoni ko'rsanglar bo'ladi. Pulni hamma joy yam-yashil prям. Biz ketishyapti. Biz ovqat qilishga ketishimiz kerak. Bolalar bilan, bachalar bilan. Короче, bolalar kiyimlarni almashtirdik. O'sha qaytishga tayyorgarlik. O'sha qaytamiz. Hech qop-qorong'i bo'ldi o'sha. Ovqat qilmasligimiz problemalar bo'lib qoldi. Bitta shunga qaytish kerak. O'sha bizda soat 7:30 bo'lyapti-da, 7:30 bo'lyapti. Hammasi zo'r bo'ldi, Xudoga shukr. Xudo xolasa keyingi safarlar bundan ham yaxshiroq joylarga, bundan ham zo'rroq videolar qilishga harakat qilamiz. Unda
like bosib, natija turasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.